Marketingdan gaplashamiz podkastining birinchi sonida mehmonlarimiz EMC marketing agentligining asoschisi Ro'zboy O'ktamovich. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Studiyamizda siz ko'rganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Rahmat. Ikkinchi ishtirokchimiz bo'ladigan bo'lsa, EMC marketing agentligi ijrochi direktori Mirzabek Bozorov. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizning asosiy mavzusi ta'lim loyihalarida, o'quv markazlari, xususiy maktablarda marketingni to'g'ri amalga oshirish, qanday qilib sotuv bo'limi bilan kollaboratsiyada ishlash va sotuv konversiyalarini oshirish haqida gaplashib o'tamiz. Kirishib olish uchun qisqacha o'zlaringizni tanishtirib o'tsangizlar bag'oyatda xursand bo'lardik. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turganlar, men adım Ro'zboy va men marketing va ta'lim sohasi bo'yicha 5 yillik tajribaga marketologman. Men adım Mirzabek, 23 yoshdaman. 3 yildan beri marketing sohasida ishlab kelamiz. Shu vaqtdan ta'limda, konsaltingda, xususiy klinika, qurilish sohalarida faoliyat yuritib kelamiz. Yaqinda o'zlarimizni EMC marketing agentligini asos soldik. Profilda meni tanimay uchun kelasi sonlarda batafsil tanishib boramiz degan umidamiz va bugungi suhbatimizni boshlab olamiz. Mirzabek, adashmasam siz umuman marketing sohasida yondosh bo'lmagan yoki turdosh bo'lmagan yo'nalishdan kirib kelgansiz. Ya'ni mutaxassisligingiz olib boradigan bo'lsak, tarix fani bo'yicha pedagogsiz. Marketing sohasidan nechta kirib kelgansiz? Men o'zi tarix fanida, tarix yo'nalishida ta'lim olaman. 5-kursman bu yil. Shunda marketing sohasiga kirib kelishim nechik bo'lgan, o'zi karantin vaqtlari M-Factor kanalini toza ochilgan vaqtlari videolarga qiziqib yurdim. Shu yerda har kuni bir mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha podkast bo'ladi. Har 4-kun top manager degan ko'rsatuvni Alisher Isayev olib boradi. Shunda marketing sohasini, HR sohasini, sotuv sohasini videolarini ko'rib yurdim. Keyin qiziqib yurib, nalda onlayn vebinarlarda qatnashadim. Keyin shu vaqtlarda podkastlarni ko'rib yurgan, reklama ko'rib yurgan vaqtlarimda data o'quv markazida bir grant kursi e'lon qilindi, SMM yo'nalishi bo'yicha. Shu yerga kelib tavakkalni bir topshiriq ko'raman deb keldim. Boshda test bo'ldi, testdan saralab o'tdik, o'zlarimiz fikrlarimizni shu marketing sohasidan nechun aynan bizani tanlash kerakligi to'g'risida insha yozib berdik. Shundan keyin Hindal Alimbayev birinchi bosqichdan o'tganlardan suhbat etdi. Shu bizani xudo qo'llab ikkinchi bosqichdan o'tib, shu yerda grant guruhida ta'lim olib, shu bilan marketing sohasiga kirib kelamiz. Hozir yerda menda bir savol paydo bo'ldi. Yoki hozir biz EMC marketingda birga ishlab turibmiz-ku. Lekin, masalan, men 2020-yil marketingga kirib kelgan bo'lsam, sen 22-yilda kirib kelgan bo'lsang, shu vaqtgacha biz e'tibor etgan bo'lsang, 25-yilga qadar bir-birlarimiz bilan umuman uchrashib ko'rmaymiz, to'g'rimi? Xabarlarimiz yo'q. Ya Xorazm shunchalik katta joymi yo bunda boshqa sabablar bormi seningcha? Menimcha, men shu marketing sohasiga kirib kelganimdan beri ko'p proyektlardan ishlayapman. 10-15 dan ziyod proyektlardan konsaltingmi, klinikami, qurilishmi, ta'limmi, hammasida ishlab ko'ryapman. Siz lekin bir dana shu HDP Yomon School umumiy bir dana ekosistemada ishlaganingiz uchun menimcha ko'rishmaganmiz. Ro'zboy, siz to'xtaladigan bo'lsa, o'zi siz tarixingiz bilan tanishadigan bo'lsa, sportsmen bola, ya'ni milliy kurash bo'yicha mahalliy chempion. Ya'ni maktab bosqichida sport bilan shug'ullangan, sport bo'yicha yuqori natija ko'rsatgan nishit marketing sohasiga kirib qolgan. Istiqbolli sportchi marketing sohasida. Katta savol bo'ldi. 2019-yilda matematikada o'zimizning Xushnud ustozga tayyorlanar edim va o'qishga topshirdik. 20-yilda men olgan ball bilan iqtisodiyotni hamma yo'nalishlarga girsa bo'lar edi, lekin kontrakt evazini. Menda nechik oldi? Grant kirishim uchun eng birinchi yo'nalishni shu vaqtda 5 yo'nalishga topshirib qo'ygan bo'ldi. Marketing yozdim. Lekin shundan ham shu yo'nalishga kontrakt kirganman. Marketingga kirgandan keyin qarasam, marketingning ichidagi ko'p qismi analizlar, analitikalar bilan bog'liq ekan. Matematika ham shunday fan. Keyin men vobshim qiziqib ketdi va mohiyatini o'rganib boshladim. Hozirgi ko'plab SMMchilarda yoki bo'lmasa marketing sohasiga qiziqadigan odamlarda ham shu muammo bor. Men aniq bilaman. Mohiyatni bilmaydilar. Ya'ni video ishlab turgan vaqtda shu videoni nima uchun ishlab turganini va uni necha qadamlarni o'lchash kerak, necha video chiqarish kerak desa 15 video, 16 video, 12 video degan narsalar tarqalib ketgan. Lekin nima uchun? Savol javob bermaydilar. Keyin men 20-yilda marketing sohasiga o'qishga kirdim. Nazariy kitoblarni o'qisangiz, bilsangiz, mohiyat o'rganib borasiz. Mohiyat o'rgangandan keyin menda umuman vobsheta amaliyot yo'q edi. Lekin nazariy jihatdan marketing nima uchun kerakligi, kompaniyada nechik tashkil etilishini bilar edim.
Keyin soha qiziqqandan keyin men amaliyot olishga o'zim ustozim yoniga borganman, EGP o'quv markazina. Va shu yerda 5 yil davomida marketingni amaliy tarzda davom ettirib, sohaga chuqur girdik. Mendan bir savol bor shu o'rinda. Men bu narsani bu kamchilik deb o'ylaymanmi? Menda shunday xarakter bor. Masalan, bir joyda 6 oy, 1 yil ishlasam, ya o'zim yangi ko'nikma o'rganmay qo'ysam, ya u ishdan yangilik olmay qo'ysam, zerikaman. Shuning uchun ishni ya yo'nalishni, masalan, ta'lim bo'lsa konsalting bo'lsa klinika sohasini o'tib ko'raman. Bu endi kamchilikmi, yutuqmi bilmayman, lekin bu sizda shundaymi xarakter bir joyda 5 yil ishlash yoki HDPni o'zi sizni shunday bog'lab qo'yganmi, uyda qadriyatlar bormi shunday nechikdir? Menimcha hozir bizda moda bo'lgan media sohasida ishlab turganlar bir joyda ko'p ishlab bilmaydi degan gap. Bu narsa menimcha media soha yoki bo'lmasa sotuv soha, HR soha, moliya sohaga bog'liq emas, kompaniyaning ekotizimiga bog'liq. Lekin ekotizimga tushib bilmaydi odamlar baribir ketadi. Ya'ni shu tizim unga ma'qul kelmasa baribir ketadi. HDPda shunday ekotizim bo'lgan, shu narsa menga 100% ma'qul bo'lgan. Ya'ni siz aytdingizki 6 oy ishlangan shu yerdagi yangi bilimlarni siz olib bo'ldingiz va toza bilim yo'q, siz toza narsa o'rganishingiz keladi. Biz ya'ni HDP o'quv markazida shunday edi. O'z o'quv markaz bir dona filiali bor vaqtidan 6 dona filial, 2 dona maktab ochilgancha ishlaganman. Faqatgina har kun ishga kelganingizda bilmaydigan narsangizni vazifa etib beradi. Ya'ni ishga kelasiz, oqshom aytildi bir narsa tajriba etdik, o'xshadi, o'xshamadi. Ertangi kun topshiriqlar yangi narsa. Va yangi narsani aytish uchun yana o'rganasiz. Majbur shu narsalarni aytish uchun boshqa bo'limlarga bog'liqligini ham shu yerda o'rganib ketganmiz. Masalan, sotuv va marketing aloqasi, moliyadan necha pul so'rash kerak, necha so'm pul olish kerak, oddiy narsalarni ham shu yerda tajribada o'tkazib berib ishlaganmiz. Yetmaganim sababim shu. Men shu masalan siz ko'p loyihalarda ishlab, yangi bilimlar o'rgangan bo'lsangiz, bir loyihani o'zidan shu bilimlarni olib bilganman. Yangi bilimni o'zi chiqaradi bizda. Shuning uchun ketmayman menimcha. Mana bir qiziqarli bo'lgan joyi, sizlar ikkiniz ham marketing sohasindasizlar, lekin ikkinizda umumiy olib qaraganda o'xshashlik yo'q. Bir-birini teskari, proporsional bor. Misol uchun, Mirzabek o'zini qiziqishidan kelib marketing sohasiga kirib kelgan bo'lsa, sizni qaysidir ma'noda marketing sohasi tanlab olgan. Shunda desam bo'ladi. 5 ta yo'nalishdan marketingga kelgan. Shunda uzr so'zingiz bo'ldim. Shuning uchun ham biz hozir EMC marketing ayini Mirzabek bilan ochganmiz. Men boshda bu yerda xato etib turardim, o'zimning odam qaradim. Men o'zim bo'ladim bo'lsa 2 dona bir xil odam kompaniyaga kerakmidi. Mirzabekda shunday jihatlar bor edi, u narsalar menda yo'q. Ya'ni shu meni kamiz taraflarim, yo'q taraflarni Mirzabek to'ldiradi, unda yo'q taraflarni men to'ldiraman. Biz kompaniya ochish uchun 2 dona bir xil odam kerakmidi. Biz rastdan ham ikkimiz 2 xilmiz. Shuning uchun bizning kompaniya 2 oy bo'ldi masalan. Lekin hozir 15 plus xodim, 7 plus loyiha ishlab turibdi menimcha. Ya'ni bu xilma-xillik bir-birini to'ldiradigan loyihalarni yaxshiroq rezultat olib chiqadigan omil sifatida qaraysizlar. Menimcha shunday. Kirish qismini yaxshi boshlab oldik degan umiddaman va shu bilan asosiy savollarga o'tishni maslahat beraman. Hozirgi kunda ta'lim markazlarida eng katta muammosi nimada? Reklamadami yoki sotuv bilimida? Muanchiq qaraysizlar. Yoki umumiy olib qaraganda boshqa proyektlarda asosiy muammo sotuvmi yoki marketing bilimida? Men javob bersam bo'ladi. Bu hamma javoblarim shaxsiy fikrim. Agar ko'rib turgan odamlar sal xatolik sezsa, bu mening fikrim bo'ladi. Menimcha ta'lim sohasimi yoki bo'lmasa boshqa sohami bo'limlarni hammasida bo'ladi muammo. Hozir siz savolingiz marketing va sotuvdagi lead kelishindami yoki sotuvdami degan uchun shunga javob beraman. Biznesmenni o'zi nechik bo'lsa, shuni biznes ham shunday bo'ladi degan gap bor bilsangizda. Ya'ni biznesmen odam nechik bo'lsa, shu biznes shuni mevasi. Biznesmendan biznes chiqib ketib bilmaydi. Hozirgi eng katta birinchi muammo ikkisidan ham marketing sotuvini qarasak ham biznesmen o'zini nima kerakligini bilmaydi rostdan ham. Masalan, ko'radi. Qaysidir ta'lim sohasida yurgan biznes Instagramga zo'r video chiqaradi. Va uni ko'rgan boshqa bir biznesmen shu ishni aytadi. Yoki bo'lmasa shunga o'xshashroq bizlar ham zo'r ish etishimiz kerak deb o'ylaydi. Lekin uni pozitsiyasida shu holat to'g'rimi bilmaydi. Nima deyapman? Orqa biznesmen analiz etgan, shu video kerak bo'lgani uchun chiqargan bo'lishi mumkin. Lekin keyingisi
Argın обороты 100 milyon bo'lsa, buniki 50 milyon bo'lishi mumkin oylik aylanmasi. Bu chiqarajak productionga chiqarajak xarajat bunga ko'plik yetishi mumkin. Shuni ham qarab o'tirmaydi, shuni chiqarsa zo'r bo'ladi o'xshaydi deb, shu narsaga investitsiya kiritadi va shu ishni atadi. Bu narsa unga minus ham ishlashi mumkin, chunki kompaniyani pozitsiyasi bor. Masalan, kichik kompaniyalarning ichki marketing instrumentlarini ishlatish kerak, o'rta kompaniyalarning ichki va katta kompaniyalarning ichki. Aytib turgan kompaniyaning katta kompaniya atadan instrument bo'lsa, uni kichik kompaniyada qo'llab bo'lmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Endi bu yerda sotuvda ham, marketingda ham bo'ladigan problemalar katta. Kichikroq kompaniyalar o'zini pozitsiyasidan kam xarajat keltiradigan marketing taktikalarini ishlatish kerak. Ya'ni massiv marketing instrumentlari yoki bo'lmasa katta xarajatli instrumentlarni ishlatmasligi kerak. Yosh taktik kichik xarajatli instrumentlarni ishlatib pozitsiyasini yaxshilab olgandan keyin o'tsa bo'ladi. Sotuvda keladigan bo'lsak, sotuv bilan marketing bir-birisi bilan kelishib, shu vaqtning o'zida bir-birisi bilan urushib ishlash kerak. Bu ikkisini bir dona boshliq aytib qo'ymaslik kerak. Ya'ni sotuvga qaraydigan odam bilan marketingga qaraydigan odamni bir aytmaslikka, ikkisini katta kompaniyada aytadigan bo'lsak, ikkisini отдельный nazorat etadigan odam va ularni konversiyasini o'lchab turadigan konversionistga direktor qo'ygan yaxshi. Chunki qarang, kompaniyada lead ko'p, sotuv yo'q. Siz miting o'tkazsangiz, bu yerda no deb marketing bo'limi o'zini oqlab biladi. Men lead berib qo'yibman. Agar uni tushunmaydigan, ya'ni konversiyaga javob beradigan direktor bo'lmasa, sotuv bo'limine gaz beradi va marketing chetda ayvadab o'tiradi. Lekin aslida u lead sifatimi? Shu narsani ham tekshirib turadigan odam kerak-da bizda. Lekin lead kam, sotuv ko'p yoki bo'lmasa kam. Hozir ikki holatni ham ko'ramiz. Lead ham kam va konversiya 100% yoki 90%, 70% bo'lgani bilan sotuv normalniy, lead kam, konversiya ham kam, sotuv past. Bu holatlarning hammasini o'lchab turish kerak va bu bo'limlar bir-birisi bilan kelishib ishlashi kerak deganim, sotuv bo'limi sotuv rejasi tuzadi va shunga asoslangan holda marketingni rejasi tuzilishi kerak. Bizda hozir Xorazmda shu naborot o'tiribdi, marketing bo'limi reja tuzib turibdi. 2000 lead kelaman deydi, nima uchun? Balki 500 lead kerakdi, balki 300, balki umuman vaqtida 10 lead kerakdi. Balki boy faqatgina brend uchun ishlash kerakdi. Shuni xato aytadilar. Keyin marketing bo'limi reja tuzib bo'lgandan keyin sotuv bo'limi o'zining rejasini tuzadi. Ko'p kompaniyalarda hatto ikkisining rejasi bir-birisidan xabar bo'lmaydi. Ya'ni direktorga keladigan sotuv bo'limi men bu oyda 500 o'quvchiga ko'paytiraman deydi. Marketing bo'limida leadlarni qarasangiz 400 o'tirgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa sotuv bo'limi 50 ga o'saman deydi, marketingda 2000 lead bo'layotgan bo'ladi. Hatto bir-birisi bilan gaplashmaydi ko'p kompaniyalarda. Lekin aslida bir odam baribir sotuv bo'limi sotuv bo'yicha rejani tuzib berish kerak. Keyin marketing bo'limi shunga mos harakat etish kerak. Endi siz shu yerda yana bir yerini xato aytib to'ldirib ketishim kerak. Ulardan ham birin qarang, hamma bo'lim hamkorlik bo'yicha ishlash kerak o'zi. Moliya bo'limi bizning yillik moliyaviy modellarimizni ishlaydi. Ya'ni sotuv bo'limi 500 sotib o'taman degan bilan shu oydagi 500 xarajat uchun ketadigan sotuv bilan marketing xarajatlarini biz ta'minlab mumkin. Ya'ni boshda aytganimdek, kompaniya kichkina bo'lsa. Demak, yillik moliyaviy modelda yil oxirida chiqadigan o'quvchilar sonini moliya bo'limi qo'yib beradi. Hozir qo'shsak xodim kerak, HR bo'limi, hamma bo'lim bir vaqt ketadi va birga ishlashi kerak bo'lib qoladi kompaniyada. Menimcha muammodan chiqib ketdim. Uzr. Shunday. Shu siz aytganingiz o'quv markazlarida sotuv, ya'ni ta'lim sohasida bo'lsin, rejani sotuv bo'limi tuzishi kerak. Masalan, sotuv bo'limi 500 dan sotib o'tamiz, bizlarda konversiya o'rtacha 2% desa, marketing bo'limi shundan kelib chiqib lead tushiradi-da. Masalan, marketing ko'p lead akab tashlasa, o'quv markazidagi sotuvchilar ya bunga kelgan leadlarni o'qitmoqqa joy bo'lmasa, u brendda minus ham ishlab ketishi mumkin. Undan tashqari, shu ta'lim yo'nalishida bizneslarda biznesmen qaysi sohadan chiqqan bo'lsa, shu bo'lim yaxshi ishlaydi ko'radi. Masalan, sotuvdan chiqqan bo'lsa, sotuv bo'limi, marketingdan o'rganib shundan chiqqan bo'lsa, marketing, ko'pincha o'quv markazlarida o'qituvchidan chiqadi, o'quv bo'limi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lsin, lekin uni yaxshiligini bildirib biladigan marketing, ham uni sotib biladigan sotuv bo'limi bo'lmasa, bu yaxshi bo'lib shu joydan qolib ketaveradi. Shu yerda bir fikringiz bo'laman. Bu gap 100% to'g'ri. Men har bir ishlagan joyimda o'zi ko'p joylarda ishlamayman, lekin ishlagan joylarimda va hozirgi o'zlarimizni holatda ham bunning xatolarini ko'raman. Boshqa biznesmenlar bilan gaplashsam ham. Faqat ta'lim sohasida emas, hamma biznesda shunday. Ya'ni
biznes egasi boshda aytib o'tdimiz buni javobini. Biznes qanaqa bo'lsa, u egasini yuzi dedim, to'g'rimi? Shu bilan bog'liq biznesmen baribir qaysidir yo'nalishdan chiqadi, to'g'rimi? Masalan, moliyachi bo'lib keyin biznes etadi yoki bo'lmasa sotuv menejer bo'lib keyin biznes etadi. U baribir shu liboy bir turdan chiqadi va shu o'zi tushungan sohada biznes etadi. Va biznesda shu aytgan vaqt birdan xatoga yo'l qo'yayotgandan ana shu bo'lim eng muhim bo'lim deb o'ylaydi. Lekin biznesdagi bo'limlarda muhim emas degan tushuncha yo'q menimcha. Hamma bo'lim birdek muhim. O'zini solishtirib bo'lmaydi, lekin bunday vaziyat bo'lishi mumkin. Qaysidir bo'limlarda ko'proq xodim, qaysi birisida kamroq xodim, kichikroq, kattaroq bo'lishi mumkin, lekin muhim emaslik jihatdan u narsani o'lchab bo'lmaydi. Chunki aytganimdek hozir qarang, sotuv reja qo'yildi, keyin marketing reja bunga qarab tuzildi, lekin bundan ham burun sotuv reja uchun ham bozorda talabni aniqlash uchun marketing kerak edi. Keyin bozorda talab bilan sotuv reja to'g'rigandan keyin moliya bo'limi ularga yordam kerak. Keyin bu ikkisini xodimlarni to'ldirish HR bo'limi kerak. Endi yana bu yerda kompaniyaning asosiy bo'limi bor. Shu bo'lim ham kerak bo'ladi. Masalan, o'z kompaniyada hech qachon o'zgarmaydigan 4 ta bo'lim bor. Bu degani liboy bir tadbirkorlik turida ayni 4 ta bo'lim o'zgarmaydi. Ya'ni sotuv bo'limi, marketing bo'limi, moliya bo'limi, HR bo'limi. 5-chi bo'lim bor, u kompaniya turini, ya'ni tadbirkorlik faoliyat turini belgilab beradi. Masalan, ta'lim sohasi bo'lgan bo'lsa o'quv bo'limi, boshqa biznes bo'lgan bo'lsa ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish bo'limi. Shu общий kompaniyada 5 bo'lim deb qaraydigan bo'lsak, hamma bo'lim bir xil. O'zi bir xil deyish ham bu yerda xato, solishtirib bo'lmaydi-dan bo'limlarni. Hammasi birdek muhim. Shu yerda biznesmenlar xato etadi. Ham shu har kim o'zini brend pozitsiyasidan kelib chiqqan marketing taktikalarini qo'llash kerak degan fikr ham qo'shilaman. Masalan, o'quv markazlarida yo ta'lim sohasida, bizneslarda ko'pchilik faqat Instagram, Telegramdan lead olishimiz mumkin deb o'ylaydi. Masalan, o'quv markaz sohalarida lead olishni yo'llari ham bor. Masalan, nechikdir olimpiadalar o'tkazib, qiziqadigan o'quvchilarni bir joyga yig'nab, ularni kontaktlarini yig'nab, shularga qiziqtirib, ya'ni sovrin olganlara siz shularga qiziqtirib sotish mumkin. Bundan tashqari, masalan, IT sohasida o'quv markazi bo'lsa, masalan, IT, ya'ni computer engineering, shunga o'xshagan narsalar o'qitiladigan institutlar bor, masalan, institutlardan tashqari texnikumlar bor, shu soha qiziqadigan joylari o'zlarining agentlarini, sotuvmi, savdo menejerlarini yuvarib, o'zlarini prezentatsiya etib turib, shu yerdan ham lead yig'ib kelish mumkin. Shu narsa ham bizda faqat Instagram, Telegram bilan cheklangan. Shu narsani o'zi ham, yana boshda aytgan savolimga o'xshaydi, qarang. Biznesmenlar boshqa bir biznesmen, ya'ni tadbirkor aytgan ishini aytishni xohlaydi. Ya'ni rostdan ham o'zi ularga Instagram shu holatida kerakmi? Qaysidir 2020-yilda menimcha social media marketing, digital marketing rivojlangan vaqti data, keyin bunyod o'tdim, siz yurtadan shular Instagramda yaxshi boshlab berdi menimcha. Men shu vaqtlar shularni kuzatar edim Xorazmda. Keyin boshqa bizneslar ham shunga o'tib ketdi. Va Xorazmda SEM sohasidan talab o'zi soha rivojlanish karyerasi bo'ladi-ku, shundan oshib ketdi. Ya'ni kadrlar kam, sohaga talab birdan ko'payib ketdi. Lekin shu ko'paygan talab biznesmenlar tufayli xato ko'paydi. Bu degani talab ko'paydi va shu talabda biznesmenlar o'zi xato o'zlariga kerak narsani xato tushunib turdilar. Talab sun'iy ravishda ya'ni menga 15 video kerak degan narsa o'zi SEM menejerlari bu narsa bilan chiqmas edi agarda biznes egalari shu narsani xohlamasa. Talab etmasa. Talabdan kelib chiqib taklif bera oladi, to'g'rimi? Demak, 15 video kerak degan SEM menejerlarni biza yomonlashimiz ham xato. Chunki bozorning talabi o'zi aslida shunday bo'lib turadi. Hozir endi qaysidir kompaniyalar sotuv uchun KPI qo'yib yoki bo'lmasa marketingda leadlar uchun KPI qo'yib boshlagandan keyin boshqa bir biznesmenlar ham shunday talablar o'tayotir va avval boshqa talab bilan taklif yaratgan SEM menejerlari endi ishlab bilmaydi. Yomon chiqdi. Yomon chiqdi, lekin bular o'zi aslida yomon emas. Bular shu narsa talab etildi shu davrda va bular shuni o'rgandi. Shu hammasini bir aytib aytadigan bo'lsak, biznesmen rostdan ham boshda o'zini pozitsiyasini aniqlab olish kerak va shundan kelib chiqib talab etish kerak. Taklif ham shunga qarab turib yaraladi keyin. Qo'shimcha qilmoqchi edim.
Ya'ni bu yerda aytilib o'tilgan asosiy fikrlar maymun effektini yodga soladi. Ya'ni maymun effektinchi birinchi maymun nodir qiladi, ikkinchisi esa bu narsaga yaxshi bo'ladigan bo'lsa buni takrorlaydi. Ha. Qolgan maymunlar ham birinchi va ikkinchi maymunlardan ko'chiradi. Xorazm media marketing bozorida xato ketgan narsa shu narsa. Ya'ni kimdir oltin standartni o'rnatib bergan, kimdir sohada birinchi bu narsani qilgan va boshqa ishtirokchilar bu narsani to'g'ridan to'g'ri ko'chirgan. Standartlari bilan birga, vizuali bilan birga. Ya'ni Xorazm bozori kichkina bozor, Xorazm bozori bir xil segmentga yoki bir-biriga yaqin insonlarga xizmat ko'rsatadigan bozor. Shuning uchun bu yerdagi instrumentlar, bu yerda qo'llaniladigan narsalar tez boshqa raqobatchilarda yoki bo'lmasa boshqa tadbirkorlarning profillarida yoki ularning ishlarida tez qaytalanadi. Bu menimcha tabiiy va normal holat. Bize hech kim yomonlashimiz yo'q, hamma subyektiv fikrlar. Aralashmay turgan vaqtda Umidbekka gaplar deb aytgandim. Bu Umidbek social mediada bizlarga qo'yilgan talab bo'yicha Instagramda biza zo'r atchak vaqtida, endi men общий marketing bo'yicha ishlayman-da. Social media qismida Instagramda zo'r atchak vaqtimda buni proyektimdan o'zini shaxsan tanimayman 2 yil burun. Buni proyektimdan andoza qilganman ko'p yerlarda. Ya'ni rostdan ham Xorazmda social media marketingda ko'proq ta'sir etgan loyihalar bor. Shulardan birisi bu odam ishlagan. Shuning uchun gaplamay o'tirganda gaplab o'tiring. Bu narsada ko'proq gaplasha loyihasida aytayapman o'zi. Keyin qaysi mavzuga gap turadik? Konversiyani oshirish masalasi. Misol uchun marketing lead bilan ta'minlashga majbur va bu mas'uliyatni bo'ynina oladi. Lekin marketing lead bermaganda sotuvni amalga oshirish uchun bizlarda boshqa reklama kanallari mavjudmi? Nima uchun biz Xorazm bozor boshqa reklama kanallaridan unumli va samarali foydalanmaydi? Savolingizni tushunmadim, yana bir aytib bilasizmi? Ya'ni misol uchun reklama ishlash kerak, kreativ bo'lish kerak, albatta targetga qilinish kerak va qanchadir miqdorda lead sotuv bo'limidan topshirilishi kerak. Lekin bizlarda boshqa reklama instrumentlar bor. Televideniya bor, yoki bo'lmasa tashqi reklama vositalari bor, sarafon marketing bor, ko'chadan so'rab kelishlar bor. Nima uchun biz aynan marketing bo'limini lead yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarga bog'lab tashladik. Shu boya birinchi aytganim shablonga bog'liq. Bir qaysidir biznesmenlar Instagram orqali rivojlanib ketdi. Lekin rostdan ham rivojlandi, u uchun zo'r ishladi va kanallar ham shu ishlatib boshladi. O'zi aslida sotib etish uchun aynan ta'lim sohalarida yoki boshqa sohalarda ham marketing bo'limi 100% kerak deb hisoblash ham shart emas. Lekin qaysi vaziyatda men sotuv instrumentlarini qo'shgan bo'lar edim. Masalan, menga 100 dona sotuv kerak shoy. 100 dona sotuvni aytib bilishim uchun eng arzon instrumentlarni ishlataman boshdan. Ishlatib bo'lgandan keyin agarda 200 dona sotuv kerak bo'lgan bo'lsa, men majbur bo'laman bu instrumentlarni ishlatgan holda 100 dan ko'p sotuv atib bo'lmaydi. Shuning uchun undan qimmatroq bo'lgan 200 ga chiqib olishim uchun bo'lgan qo'shimcha instrumentlarni qo'shaman. 500 kerak bo'lsa, undan ham qimmatroqlarni qo'shaman. Buni o'zi aytayman, o'zi Instagramdan tushadigan biz shu $1 arjamagan $1 deb aytadigan linklarimiz shu 3 yoki 4 etaplarda turadi. Ya'ni agarda siz o'quv markazingizda bir oyda 200, 300 yo masalan 350, 400 o'quvchi bo'lgan bo'lsa, 500 ga chiqish sizni planingiz bo'lgan bo'lsa, aslida uni ishlatish shart emas. Boshqa oddiy вообще-то mut instrumentlar bor. Sotuv bo'limini tizimlashtirish orqali ham chiqsa bo'ladi faqatgina. Masalan, ba'zilar zo'r taklif etib chiqish, hatto o'quv bo'limidagi olimpiadalar yana boshda aytgandek, yo bo'lmasa ota-onalar bilan o'tkaziladigan seminarlar, bu arzon. O'quv markazi o'zini chaqirasiz ota-onalarni. Maktablarga borib zo'r taklif berasiz. Masalan, maktabda sinfxonaga kirib oddiy olimpiada o'tkazib turib, olimpiadada yutgan odamni siz shu sohaga qiziqishingiz bor, shu fanga qiziqishingiz bor ekan, bizda o'qing deb turib jalpasi ota-onasini tushuntirib yoki bo'lmasa shu olimpiadada yutganda degan eng past o'rnaga odamdan ham jalpasi oladi. Ya'ni sizni farzandingizni shu yerda nuqsoni bor ekan, chalasi bor ekan, buni biz dog'laymiz. O'rtachalar ham boshqacha taklif bilan chiqsa bo'ladi. Yuqorida reja. Bu aytchagim sabab aslida pozitsiya bog'liq. Pozitsiyangiz sizni
shu Instagramda tushib turgan lead kerak bo'lsa ishlatish kerak. Dim zarur bo'lsa dash ishlatish kerak. Shu o'rinda bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketsak edim, men aytdingiz. Birinchi, men eng arzon kanallardan sotuvni amalga oshiraman. Keyin esa pulli kanallarga va lead narxi qimmat bo'lgan kanallarga murojaat etaman. Ya'ni shu o'rinda tadbirkorlarga yoki bo'lmasa marketing komandani boshqarib o'tirgan yoki lead topshirishga KPI belgilab o'tirgan insonlarga qo'shimcha qilib o'tchakmi? 100 dona lead $100 ga tushgan bo'lsa, yana qo'shimcha 100 dona lead sizga $100 ga tushadi degan kafolati yo'q. Bu narsa o'zi to'g'ri. Masalan, qaysidir bir o'quv markazidan gaplashgan vaqtda mendan 500 sotib olish uchun necha so'm pul kerak bersa va tiplasan deb so'raydilar. Keyin men misol uchun $4000 deyishim mumkin. Hozir hisoblab aytiraman yo'q, prosta aytib tushuntirishga turibman. Keyin menga javob beradilar, men dedi 4 dona sotib etdim-ku $3 target yakib deydilar. Men shuni avval ham aytganman. 10 dona sotib etish uchun $100 ketadigan bo'lsa, 100 dona sotib etish uchun $1000 ketadi degan emas. Ya'ni bozordagi sotuvni oshirish vaqtida lead qimmatlab boradi. Keyin ular shunday javob beraman. Men sana 5 sotuvni mutamatib berib beradi. Lekin siz 100 talab qo'yib turibsiz, u qimmatlab boradi. Sotuv talab nechalim ko'p bo'lsa, qimmatlab boradi. Yana qo'shimcha qilib o'taman eri. Targeting instrumentlari yoki reklama instrumentlari auksion tarzida olib boriladi. Auksion tarzida olib boriladi degani qancha ko'p pul sarflagan sayin boshqa yo'nalishda bo'lsam, siz yo'nalishingizdagi reklamalar qimmatlashi mumkin. Shuning uchun iloji boricha reklama kanal xarajatlari to'g'ridan-to'g'ri talabga bog'liq bo'lmagan kanallardan foydalanishni maslahat berib o'taman. Shu narsani hozirgi kunda Xorazmda dim ko'p biznesmenlar xato etadi aynan. Umidbekni o'zim ko'p aytgan bu narsani. Masalan, maktablar, xususiy maktablar. Iyul, avgust, sentyabr oylarida reklamaga $20,000 dan $100,000 gacha budjetni ajratib tashlaydilar. Chunki shu vaqtda hamma raqobatchilar reklama turadi. Targetni o'zi shunday ishlasa, shu payt reklamada blogerlar ham qimmatlaydi. Hamma talab ko'paygandan keyin taklif rostdan ham qimmatlaydi. O'zi faqatgina marketing sohasida emas, o'zi tovar nisbatan qarasa ham talab ko'paysa, ishlab chiqarib turgan odam qimmatlatadi. Oddiy hozir bizani kompyuter quratchadik, kompyuterni video kartasi qimmatlab ketdi. Chunki unga talab oshib ketgan sun'iy intellekt tarafidan. Hamma sohada shunday. Bu narsani lekin biz shu iyul, avgust, sentyabr oylarida emas, yil bo'yi shu budjetni bo'lsak, uni ozroq tushadi. Maktablarda, xususiy ta'lim sohalarida. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, xususiy maktablar sektorida chorakliklarda bog'lar ketishi yoki bo'lmasa har chorakda yangi patok qabul qilish mumkin yoki bo'lmasa o'quv markazlarida bir guruh o'qishini yakunlashi, sertifikatlar olishi mumkin. Ikkinchi patokka qaragan vaqtda yoz mavsumidan keladigan bo'lsa, yilni boshqa oylarga qaraganda 2-3 barobar qimmatlab ketadi. Blogerlar bilan ishlashni aytdik. Xorazm bozorida bloger bozori ham defitsit deb hisoblanadi. Misol uchun, xususiy maktablar hozir Xorazmda 5-6 dan ko'p, to'g'rimi? Undan ziyod. Yana bu qatorga bir qancha nomdor maktablar qo'shilishi, xususiy maktablar menimcha hozir 30 tadan ko'p Xorazmda. Aniq 30 tadan ko'p. Rayonlardagi bilan hisoblasak, tumanlar bilan. Ya'ni Xorazm bozorida blogerlar, influenserlar defitsitligi mavjud. Misol uchun bugun bir xususiy maktabni maqtagan bloger ertaga boshqa xususiy maktabni maqtay olmaydi. Ya'ni bu yerda uning auditoriyasida ikkilanish paydo bo'ladi va bu reklamani samarasini juda pasaytiradi. Shuning uchun ta'lim proyektlari asosan bir dona shaxsni tutib, shu bir dona shaxs bilan uzoq yillik shartnoma asosida ishlashganni afzal ko'radi. Bu holatda kimda byudjet ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kimda moliyaviy ahvol yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, bu kanallarni maksimal yopib qo'yadi. Bu menimcha tabiiy. Budjet ko'plar marketingni massiviy qilgan instrumentni ishlatib biladi. Endi bu yerda aytishingiz mumkin, tenglik yo'q yoki bo'lmasa budjet yo'q, lekin zo'r sifatli ta'lim maskanlari odam aytolmaydi-ku deyishingiz mumkin. Yo'q. Men bu narsani mutlaqo qarshisiman. Ya'ni byudjet kattalar bu segmentni yopib qo'yishi mumkin deganim bilan boshqa reklama kanallari, boshqa reklama vositalari mavjud. Misol uchun televideniyadan hali hech kim foydalanib turgani yo'q.
yoki bo'lmasa tashqi reklama vositalari. Katta reklama kompaniyalarini ko'radigan bo'lsak, bitta ideologiya bilan 1 yil reklamli kampaniya tuzishadi. Любой bir kompaniyani olaman, misol uchun oddiygina sut ishlab chiqaruvchisi sutdan mo'ylov yasan deb reklama ishlatdi va 1 oylik challenge e'lon qildi. Ya'ni shaxsiy profilingizda sutni ichasiz va sutli mo'ylov bilan rasm qo'yasiz. Yaxshi izoh yig'adigan bo'lsa, yaxshi like yig'adigan bo'lsa, mukofotingiz bor. Ya'ni shu narsani Milky Mustache, ya'ni sutli mo'ylov kabi reklamani 1 yil davomida amalga oshirdi. Serial ravishda. Bizlarga nish etadi. Bir blogerda boshqa mazmun, boshqasida umuman boshqa jihatlari maqtalinadi. Ya'ni har tomonlama biz kuchlimiz yoki bo'lmasa har tomonlama biz idealmiz, bizning bolalarimiz har tomonlama tarbiyalanadi degan narsalar ko'rsatiladi. Lekin bilamiz, inson mukammal bo'la olmaydi. Muhit mukammal bo'lishi mumkin, sharoit mukammal bo'lishi mumkin, lekin uni mahsuloti har doim mukammal bo'lmaydi. To'g'ri. Biza asosan bir dona jihatga e'tibor berishimiz va asosiy shu jihat bilan boshqalardan ajralib turishimiz kerak. Men aytajağım, nima uchun hamma maymun biznesini o'xshab bir kanalga yoki bitta vositaga osilib qolgan. Unikal produkt degan narsa bor. Hamma biznesda, har bir biznes turida va faoliyatida. Reklama, marketing, kompaniyadagi marketing bo'limi ham shu narsa bo'yicha ishlash kerak. Oddiy misol bilan tushuntiraman. IELTS 9 bor ustoz orqali Ponni ingliz tili bo'limini to'ldirsa bo'ladi. Birinchidan, o'sha ustozni o'zi uchun keladigan ingliz tilini yaxshi biladiganlar. Ikkinchidan, ingliz tilini bilmaydi, lekin shu ustozni o'qishni xohlaydi. Bu orqali orqa ustozlarni necha to'ldirsa bo'ladi desangiz, bizda orqa ustozni o'rganasan, jonlangandek shu ustozni o'tasan. Bu narsani nima uchun aytayapman? Unikal produkt kerak marketing uchun, sotuv uchun ham, sotish uchun. Ya boya aytgan blogerlarni defitsit etish dedingiz-ku. Bu narsani ham o'zi budjet kam bo'lsa ishlatmaslik kerak va o'zingizni pozitsiyangizdan kelib chiqib marketing taktikalarini yoki bo'lmasa sotuv taktikalarini kuchli tarafingiz balki boshqa yerdadir. Shu narsani ko'rsatib berishingiz kerak. Ham bir narsani o'ylash kerak. Toza lead jalb etish narxi bilan LTV ni uzaytirish narxini hisoblab ko'rish kerak-da. Masalan, xususiy maktab ya universitet ya ta'lim o'quv markazi bo'lsin, bir dona leadni jalb etish hali sotish emas, bir dona leadni tushirish sizga 7, 8, 10 dollar tushib turgan bo'lsa, shu pulni banda mavjud mijozlarga nechikdir boshqacha milki qiymat bo'lsa, boshqacha qiymat berib yaratib LTV ni uzaytirish balkim sizga plusda ishlashi mumkin. Shu narsalarni bir ko'rib chiqish kerak. 7 dollar degani bu 1 metr kvadrat open space degan. Yoki bo'lmasa 1 oy davomida besplatniy coffee break degan. Ya'ni biz o'quv markazimizda o'quvchilarimizga bu kabi sharoitlarni yaratib berganimiz ma'qulmi? Yoki har oyda shu sharoitlar yo'qligi sababli bizlardan chiqib ketadigan o'quvchilarning o'rnini to'ldirganimiz ma'qul? Degan savol hozir kundalik tashkil. Mana LTVni cho'zish rostdan ham toza lead jalb etishdan arzon tushadi va samarali. LTV cho'zildi degani mijozni ishonchi oshdi degani. LTV degani o'zi aytib o'tkazsak bo'ladimi? Mijozni ko'proq vaqt sizdan xarid etishi degan LTV. Lifetime. LTV cho'zildi degani mijoz sizga ko'proq ishonadi degani. Mijoz sizga ko'proq ishonsa, qayta sotib ham bo'ladi. Qayta sotuv xarajati nolga teng o'zi aslida. Qayta sotuv degani u ko'proq o'qidimi sizga zo'r ishonadi va natija chiqadi ko'proq o'qigandan keyin va uni tanishlari, qarindoshlari sizdan sotib oladi. Chunki u tavsiya qiladi. Tavsiya qilish o'zi marketingning eng yaxshi instrumentlaridan birisi hisoblanadi. Shu yerda yana bir gapni aytib ketganim, marketing bo'limini vazifasi bor, mohiyati bor. Shu mohiyati boshqa, vazifasi boshqadan. Shuni ham ozroq tushuntirib ketayman. Vazifasi deydigan bo'lsak, o'zi 3 xil. Hammasi mijozlar bilan bog'liq. Birinchisi ketgan mijozlarni qaytarish. U degani bizdan xarid etdi va ayrim sabablardan ketdi. Marketing faqat digital emas-ku. Shu ketgan mijozni qaytarish uchun atilgan har bir ish marketing o'z aslida. Balki unga qandaydir shu ketgandagi muammoni hal qilib marketing bu mijoz ketgandagi analizat topadi-ku, yechim beradi va uni qaytaradi. Ish qilib nov ishlatsa ham ketgan mijozni qaytarish uchun shu marketing.
borlarni saqlab turish, ya'ni aytganingizdek LTV'ni cho'zish va yangi mijozlar topish. Endi shuni ters aytsak, yangi mijoz topasiz, LTV'ni maksimal cho'zasiz va yetik kassadan qaytarasiz. Shunda bizani общий mohiyat kelib chiqadi marketing bo'limini. Shu yerda qarasangiz, eng qimmat tushadigan yeri shu yangi mijoz topish qismida. Endi shu o'rinda savol bo'ladi. Savol paydo bo'ldi. Ya'ni biz podkastning boshida aytib o'tdik, marketing va sotuv bo'limi. Lekin sotuv amalga oshgandan keyin o'quvchini, ta'lim sohasida o'quvchini tutib qoladigan omil bu tizim hisoblanadi. O'quv markaz tizim, ichki tizim. Ya'ni ichki tizim taxt bo'lmagan holatda reklamaga yoki sotuvga urg'u berish bu 100% ahmoqgarchilik bo'ladi. Ya'ni aytacağım eng ichki bo'g'indan boshlab isloh qilish boshlanishi kerak. Shu yerda sizga bir dana gap aytaman, shu orqali ko'rib turganlar ham siz ham tushunsangiz bo'ladi. O'quv markazida bo'layotgan 4 bo'lim bormi? Shu bo'limni har qaysini o'quv markazida bir deb qarasak, 4 bo'limni 0.25 deb bersak bo'ladi, to'g'rimi? 4 qiymatini qo'shsak 4 bo'lim 1 bo'ladi. Shundan qaysidir bir bo'limni 100% o'stirsangiz, o'quv markaz aslida 25% o'sadi deb o'ylashingiz mumkin siz, lekin aslida uni emas. Shunda bir bo'limni 100% o'stirgandan har bir bo'limni 20% o'stirgan yoki bo'lmasa 25% o'stirgan ancha samarali bo'ladi. Chunki men boshdan aytdim, bo'limlar hammasi bilan teng, farqi yo'q. Bir bo'lim orqalardan o'tib ketsa, haddan tashqari o'tib ketsa, liboy bir nafaqat ta'lim sohasida, liboy bir biznesda bu 100% xato ishlaydi. Oddiy marketingni o'zi o'tib ketishi leadni sotuvga nisbatan ko'proq jalb etishi va moliya bo'limi unga pul ta'minlab bera olmay qolishiga olib keladi. Sotuv bo'limi joli o'tib ketishi esa marketing bo'limi unga lead yetishtirib bo'lolmaydi. Bu sotgan odamlar o'quv bo'limi sota olmaydi va buni o'zining moliyaviy xarajatlarini moliya bo'limidan ta'minlab bilmaydi. Shuning uchun har bir bo'lim katta bo'lmagan farqlar bilan o'sib borishi kerak. Ya'ni siz aytgan muammolar bo'lishi parallel ravishda o'sib borish ta'minlanishi kerak. Ta'limdan chiqali marketing gaplashadi. Bo'ldi. Nerni aytamiz? Yonib turadim lekin o'chirib berdik. Ta'limda vaqt biz bir olib bilamiz-ku, aytang biz. Lekin men ta'lim sohasidan Men ochib beraman. xizmatini ko'rsatib beraman. Janob degan qilar. Hop. Men siz orqangizdan BYD yuvana olacaqmi? Yo'q. Jazo bo'lmasa. Dim azob. Yetkasangiz bo'lardi. Ha, shu yerda bir aytib o'tkazsam bo'ladi. Ta'lim sohasida marketingni yuritish eng qiyini. Yaxshi. Ta'lim sohasidan umumiylashamiz. Biza tarkibni kreativ yoki bo'lmasa Instagram yoki YouTube, Telegram platformalarida asosan ishlab boramiz. Endi savol. Lead keladi, lekin to'lov yo'q. No asosiy sabab. Ya'ni mijoz xarid yo'lida reklamani ko'radi, muammoni tushunadi, yechimlarni qidiradi, solishtiradi boshqa raqobatchilar bilan, tashrif ham buyuradi, lekin tashrifdan keyin ham sotuvsiz qolib ketadigan murojaatlar ko'p. Nima uchun? Bu yerda 2-3 narsa bor-da, masalan, hozir Ro'zboy aytib o'tgandek, kommersioniy direktor shu narsani o'lchashi kerakdan. U alohida bir nima bo'lishi shart emas, masalan, lavozim sifatida joriy etilishi shart emas. Sotuv bo'limidan ham, marketing bo'limidan ham xabari bo'lgan bir odamga ya biznesmenni o'zini zimmasiga yuklatilishi ham mumkin. Masalan, siz sotuv bo'lib turibdi, tashrif buyurib turibdi, kelib turibdi, solishtirib turibsiz-ku. Bu leadni o'zi, nima, okey leadmi, sotib oladigan leadmi, puli bor leadmi, shu narsani bir o'lchash kerak. Undan tashqari, masalan, marketing yaxshi lead jalb etganda, Voronkani qaysi yerida do'kilib ketib turibdi. Masalan, sotuv bo'limida bo'lib turibmi, yo yandan keyin administratsiya unga yomon muomala qilib turibmi, yo to'lov bilan bog'liq muammolar bo'lib turibmi. Masalan, bozorga bo'lib to'lash ommalashib ketdi, sizlarda hali bo'lib to'lash yo'q degan narsa bo'lib turibmi. Shu narsalarni o'lchash uchun kommersioniy direktor degan lavozim yo shu vazifani bajaradigan odam bo'lishi kerakdan. Yo har bo'limni o'zining hisobotini olish kerak masalan. Bunga yana bir sabab bo'lishi mumkin meni fikrimcha. Yani aytdimki 20-yillarda social media marketing rivojlandi va biznesmenlar
xato talab qo'ydi SMM'chilari. Hozir sotuv bo'limi ham jonli rivojlanib turibdi. O'zi bir sotuv bo'limini boshqaradigan og'am bilan gaplashib, o'zi rostdan ham qarasangiz ham shunday bozorda 45% dan ko'p HR kanallarida sotuv bo'limi xodimlari kerak degan vakansiyalar. Shu vaqt o'zida marketing rivojlangandan keyin sotuv bo'limini ham talab xato rivojlanib turibdi. Hozir biznesmenlar o'lchatib turibdi, sotuv menejeri yoki bo'lmasa kal operator kunini yoki bo'lmasa soatini necha odam bilan gaplashgani yoki bo'lmasa necha foiz konversiyapti. Ular to'g'ri kerak, lekin sotuv bo'limi xodimining ishida bu yerda muammolar bor. O'zimni hozir o'quv markazida yoki o'zim kuzatib turgan okalardan bir misol aytaman. Masalan, sizga kerak bo'lib turgan bir qandaydir mahsulot sotib olacak bo'lsangiz, sizda bor hamma produktni sizga qiziq yo'q, to'g'rimi? Sotuv bo'limi xodimlari esa shunday tarzda ishlab turibdi ko'p yerlarda. Ya'ni hamma produktni tushuntirib beradi sizga, hamma produkt afzalliklarini aytadi, lekin sizni muammongiz bilan ishlamaydi. Ya'ni sizga nima kerak edi o'zi? Nechun ishlatsak edingiz? Va shu produkt sizda bo'lsa, nima muammolaringiz yechim bo'ladi. Va bu sizda bo'lmasa nechik zarar ko'rasiz. Shu produkt bo'yicha siz ajak produktingizni boshda aniqlab olib, shu bo'yicha ishlamaydilar. Ikkinchi muammo qat'iylik va ularga berilgan mas'uliyatning kamligi. Men o'zim tajribamdan kelib chiqib yoki bo'lmasa shunday o'ylayman, sotuv bo'limi xodimi biznesmen, biznes rahbarining qaror etish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy misol chegirma aytib berasizmi degan vaqtda direktordan so'rab kelaman yoki bo'lmasa boshqa gaplar o'zi sotib olgan odamga yomon ta'sir etadi. Bu yerda vakolat berilgan bo'lsak, uchinchidan, ya'ni qat'iyat dedim-ku, sotuv menejerlarida o'zi sotib turgan narsaga ishonch yo'q. Masalan, siz oddiy misol, bir narsa hamma mahsulot haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Hozir qat'iyatsiz deb turgan sotuv menejerlarim qachon kelasiz deb so'raydi. To'g'ri, uni vaqtini bilish kerak, qachon kelasiz deb so'rash kerak. Lekin shuni sal o'zgartirish kerak, sotuv bo'lim xodimi. Birinchisida aytish kerak, ertaga o'zi ham vaqtni belgilash kerak. Ertaga soat 14:00 da yoki 16:00 da kelib bilasizmi? Qachon kelasiz degan odam, masalan, eshitib turgan odam u nishat qabul etadi. Xohlagan javobini berish mumkin. O'zini udobniy yoki bo'lmasa dim bu oddiy gap o'xshaydi deb 2 oydan keyin yoki 1 haftadan keyin. Lekin ertaga gap bilasizmi desa, o'zi bunga boshqacha ta'sir etadi. Masalan, ertaga 10:30da sizni yazsak bo'ladimi desa, o'zi mas'uliyat yuklaydi. Yana bir narsa kelma keldi. Sovuq mijozlar degan tushuncha olib bilsangizda, shunga telefon etgan vaqti birinchi telefon etganda assalomu alaykum, uzr, siz bezovta etib turardim deydilar. Men no tushunaman. Meni rostdan ham bezovta etib turibdilar deb tushunaman. Bir narsa sotadi lozim. Meni bezovta o'tirib o'xshaydi deb tushunaman. Shu narsa o'zi konversiyani tushirib beradi. Unga boshqacha yo'llar bilan telefon etish kerak. O'zi liboy bir narsani sotish uchun shu haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Faqatgina ism, familiya bilan telefon nomer yozilib turgan sizda baza bo'ladigan bo'lsa, hech narsa sotib bo'lmaydi. Masalan, xatiya uning nerdanligi, kimligi va kimga siz sotacak mahsulot shunga kerakmi, yo'qmi shuni bilib olib, keyin telefon etish kerak. Hozir shu yerda ta'lim sohasidan chiqqan bo'lsa ham bir misol keltiraman. Masalan, bir ism, familiya yozilib turibdi, lekin boshqa bir sizdagi bazada ism, familiyasi, uning nechanchi maktabda o'qishi, nechanchi sinfligi va yoqtirgan fan yozilib turibdi. Va shu fan sizda bor. Telefon etgan vaqtda assalomu alaykum, siz bezovta etib turardim emas. Assalomu alaykum, siz agar ota-onasi bor odam bo'lsa, shu falon-falon ota-onasimisiz, shu maktabda o'qiydi. Keyin no dejagina qiziqami odam? Men shuni ota-onasiman. Sizni farzandingiz masalan ingliz tiliga qiziqishi bor ekan. Yozilib turibdi ingliz tiliga qiziqishi, to'g'rimi? Hava, shu bo'yicha sizga bir ikki takliflarim bor, aytsam bo'ladimi? Va shu jumlada shuning tartibda gaplasa bo'ladi. Assalomu alaykum, sizni bezovta etib turibman emas. Ya'ni aytib o'tadigan pointimiz sotuv bo'limiga alohida e'tibor kerak. Ya'ni qaysidir so'z siz sotuv konversiyangizni bevosita ta'sir qilishi mumkin. Menga yoqmaydigan, nechikdir menga yoqmaydigan desak bo'ladi buni, shablon yoki bo'lmasa sotuv skripti. Shu narsadan voz kechish kerak. Individual sotuv. Ya'ni har bir mijozni og'riqlari, talablari, istaklaridan kelib chiqib, sotuv bo'limi xodimi o'zi qaror qabul qilib javob berib bilish kerak. Individual sotuv uchun sotuv bo'limi xodimidan nima kerak? Skript kerakmidi? O'zini sotib turgan produkt haqida hamma ma'lumotni bilsa bo'ldi. Va qaysidir ma'noda kichik-kichik vakolatlar ham kerak. Ya'ni
gaplashib o'tirsiz, u produksiya kerak emas, u odam bilan gaplashmang. Lekin xafa etmeyin, yaxshi aytib tushuntirish kerak uni. Lekin sizda shu produkt bor, siz uni bor yo'qligini ham bilmasangiz, sotib bilmaysiz. Eng qiziqli o'zimizda o'tirgan xato aytaman, tuning ko'rib qoldim. Men aytib tursam ham o'zimizda o'tiribdi. Mendan ingliz tili, meni o'quv markazimdan ingliz tili so'rab telefon qilib turgan odam bor. Assalomu alaykum, men shu o'quv markazining menejeriman. Bizning o'quv markaz boshqa bir fan edi. Shu fanlarga ixtisoslashgan va bizda ingliz tili ham bor. Siz olarmadingiz shunday desa. Ya'ni bizning o'quv markazi boshqa bir fanga ixtisoslashgan va bizda ingliz tili ham bor. Ya'ni men o'ylagan bo'lar edim, mutaxassisligi boshqa, lekin если что ko'chadan odam kelib qolsa, olaveramiz. Lekin u boshda o'zi aytib turibdi ingliz tiliga deb. Demak, unga boshqa fanlar qiziqmas. Siz ingliz tilini tushuntirib berishingiz kerak unga. Va ingliz tilidagi siz bilan offerlaringizni bilish kerak va ingliz tilida uning nechik muammosi bor, necha o'rganajakligini bildirib, shunga yechim bersangiz u oladi. Konversiya 100% oshadi shunday vaqt. Ya'ni Ro'ziboy aytib o'tiribdi, har bir so'z sotuvning konversiyasiga bevosita ta'sir qiladi va shaxsiy sotuvga o'tish kerak. Shaxsiy кейslarimni ochish niyatim yo'q. Bu podkast asosan sizlarga mo'ljallangan, sizlarga yuzlanmoqchiman. Qaysidir instrumentlar konversiyani oshirishga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladimi shaxsiy sotuvda? Bu bo'yicha tajribalarni kuzatuvchilar bilan ulashsak bo'ladi. Bizada konsalting sohasida shunday, men sal ko'proq ishlayapman konsaltingda. Shunday keys bo'lgan, boshda shu Instagram rivojlangandan keyin bilsangiz, yani ManyChat degan, chatbot degan instrumentlar chiqdi. Boshda hech kim, yani masalan yozib qo'yadi, Instagramdan yo Telegramdan 1 soat 2 soat ya menejerning vaqti bo'lganda javob beriladi. O'sha chatbot instrumenti chiqqandan keyin, masalan siz yozdingiz, sразу javob kelib turibdi. U odamlarga yangilik bo'ldi. Shu ham konversiyani kutardi. Biz shu konsaltingda chatbotda ism familiyasini, qaysi yo'nalishga qiziqishini, ingliz tilidan nechik darajasi borligini, o'zi qayerda yashashini, qayerda o'qiyotganini sразу masalan assalomu alaykum deb yozdi. Yozganini so'raydi. Masalan, qaysi davlatga o'qishga topshirjaksiz demaydidan, qaysi davlatga o'qishga topshirjaksiz deb 3 variantni beradi. Bizda konsaltingda bor variantni ya yo'nalishlar, masalan, bakalavr, magistr yo til kursimi deb beradi. Shu vaqt to'g'ri keyin ism familiyasini oladi. Banda menejerni vaqti bo'lganda telefon aytadigan bo'ladi, izma keldi. Keyin hamma shu instrument o'tib ketdi, hammada chatbot bo'ldi, hamma plus qoldirdi. Plus qoldirgandan keyin fayl kelib boshladi, o'sha odamlar zerikdi. Shundan keyin biz chatbotni to'xtatdik, shaxsiy sotuv o'tdik. Buni ichik bo'ldi. Bir sotuv menejeri masalan ma'lumot so'raganda assalomu alaykum deb yozmaydi, to'g'ri голосовой ya Telegramda chiqqan video сообщение ustubini qo'lladik. Masalan, o'zi ma'lumot yubordi. Yani mesela men ishning Koreyaga o'qishga ketgan dedi. IELTS'dan 6,5 daraja olganman. Sejong universitetiga kirib bilamanmi degan savol kelib turibdi. Avval masalan sotuv menejeri avvaldan tayyor bo'lgan shablonni yo tekstni yuborib beradi. Masalan, ishining natija bo'ladi, ishining yani talablarga javob berishingiz kerak deb bu instrumentda голосовой yarib boshladi. Bu голосовой nechik ta'sir etdi? Men yozib turibman, mana alohida yani bir shaxs yondosh turibdi, alohida men bilan shug'ullanib turibdi degan narsa konversiyani ko'tarish olib keldi. Taxminan necha foizlar atrofida o'ynaydi konversiya? Konversiya o'zi mahsulotni taklif, talabidan kelib chiqib, bu 0,5% o'ynashi mumkin, lekin bu o'rtacha chekdan kelib chiqsak, katta summalarni tashkil etadi. Ya'ni 1%li 200 odam bo'ladigan bo'lsa, sredniy chekingiz, misol uchun uy sotadigan bo'lsangiz, milliardda aylanishi mumkin. Ya'ni bitta голосовой qaysidir ma'noda qurilish sohasida sizlarga milliardga tushishi mumkin. Konsalting sohasida bir necha ming dollarlarga tushishi mumkin. Ya'ni instrument yoki konversiya pastligi ahamiyatsiz, u konversiyasi olib keladigan qiymat muhim. Agar sredniy chekingiz past bo'ladigan bo'lsa, bemalol ManyChatdan yoki bo'lmasa shaxsiy sotuvga yondashilmagan boshqa instrumentlardan bemalol foydalanishda davom etishingiz mumkin. Ham bir narsa bor. Hozir sotuv menejerlari masalan qachon kelasiz degan savolni undan ertaga 10dami yo 10:30dami yozib qo'ysam bo'ladimi degan taklif berib tursa, ya mijoza ya gaplashib turgan odam sal mas'uliyat yuklaydidan. Bu qurilish sohasidan ko'p natilgandan kuzatilgan. Qurilish bilasiz, o'rtacha cheki katta bo'lgan soha. Masalan, bir odam umrida bir marta uy olishi mumkin, 2 marta uy olishi mumkin, eng narsa grubesinda. Lekin shu qaysi necha qurilish kompaniyasi bo'lsa, neyda qurib turgan bo'lsa, hammasini aylanib keladidan. Hozir qurilish kompaniyasini sotuvuna borsangiz, ya Instagramini ko'rsangiz, masalan, sizga necha so'mlik uy kerak edi, ya neydan qarab tursiz degan taklifni beradilar. Undan ko'ra, masalan, biz o'zimizda bo'lgan, shuni o'zgartirganmiz.
Yani targetdan siz so'rovnoma dolduracaksınız, u ya qiziqdi so'raydi. Investitsiya uchunmi? Ya alıp bir arenda berib qo'yajakmisiz? Ya o'zingiz bir xonali o'zingiz yasajakmisiz? Hazrat studiya etib, o'zingizni istagingizdek uyda yashayacakmisiz? Ya oilangiz uchunmi? Yani 3 tane yani so'rovni ko'rsatibdan keyin kelgan odamlar shundan so'rab boshladik. Masalan, investitsiya uchun degan odamlara mesela yuqori etajlardan pul arzonroq chiqadi, lekin mesela universitetlarni, bozorlarni yanındagi to'shkalarni aytib boshladik. Bu odamni o'zi ochiladi, ichida istagini aytadi. Mesela ishidan olsangiz, bozor yaqin bo'ladi deysiz, bu yerda student ko'p turadi deysiz, o'zi aytadidan taklifini bildiradi. Keyin mesela menda ishincha summa bor, shuni berib tursam bo'ladi deb. Keyin ya men oila uchun olacakman degan odamga pastdagi etajlarni taklif etasiz. Masalan, oilasida qarra odam bor, lift yani ishlaydi, ishlamaslik holati bor, pastdagi etajlar unga qiziq bo'ladi. Shunda u odamga o'zi pastdagi etajlar qurilishda qimmat yuradi. Bunga yanada u qimmat degan taklif emas, komfort degan taklif bilan chiqsa bo'ladi. Masalan, ota-onangizni 5-etajga chiqishini chik, 1-etajga to'g'ri kirishini chik. Ya'ni ba'zi bir qanchalik rivojlanishdan qat'iy nazar bu narsa ehtimolli saqlanib qoladi. Saqlanib qoladi. Ya. Ajoyib. Şöyle bir qiziqli savol menda paydo bo'ldi, lekin hozirgi temaga bog'liq emas. Mirzabek, qarang, siz sohalarda ishlayapsiz, to'g'rimi? Har bir sohaga individual yondashish kerak. Farq etadi. Asos bir xil bo'lishi mumkin, lekin farq etadi. Shunga siz necha moslashib ketgansiz? Bana men o'zimning fikrim bor, shu to'g'rimi xatami aytasiz. Sizni menimcha eng to'g'ri aytgan ishingiz marketing bo'yicha bilim o'rganganda, bilimni yani boshda aytgandek instrumentlarga qaratmay mazmunni o'rganib olasiz. Ya'ni marketingda mazmunni bilsangiz, har qanday sohaga, har qanday produktni sotish yoki marketingni aytib bilasiz. Hozir bu gapni aytishimdan sabab ko'pchilik Xorazmda yoki bo'lmasa O'zbekistonda ko'pchilik marketologlar, SMM menejerlari va shu sohadagi odamlar xato turibdi. Instrumental bilimlarni o'rganadilar birinchi. Bu no'g'al keladi, shu bilimni chuqur o'rganasiz, lekin boshqa sohada qo'llab bilmaysiz. Lekin yana bir minus tarafi, bu instrumental bo'lgandan keyin 2-3 yildan keyin eskaradi. Ya'ni o'zingiz ham aytib o'tdingiz, quloq qo'yib o'tirdim. Men ichat hamma qo'llab boshladi, eskirdi. Lekin shu narsani zo'r o'rgangan bo'lsam, lekin asosini bilmasam, boshqa u eskirgandan keyin yangi ideya qo'shib bilmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha sizni ustunligingiz shu marketingning mazmunini va asosini o'rgangansiz va hozir qo'llab turibsiz shuni. Shundan boshlaydi. Shu instrumentni o'rgansangiz, masalan siz instrumentni o'rgandingiz, davrida shu pik vaqti zo'r ishladi, keyin toza loyiha olacaksınız, lekin oradan 2 yil vaqt o'tgan. Yana menda ishlagan keys bor deb shunga qo'llab tursiz, keyin ishlamay o'tdi, depressiyaga gap boshlaydi. O'zim ham tanigan ko'p shu soha vakillari bor edi. Instrumentni rostdan ham imенно shu instrumentni o'zini zo'r ishlatiradilar, lekin hozir shular yo'q. Yo'q. Instrument eskirdi, odamlar ham shu instrumentni ishlatib turgan odamlar yo'q. Lekin marketingni o'zini o'rganganlar yuribdi-da hozir. Ba'zan. Endi shulardan kelib chiqib, misol uchun umumiy olganda asoslarini bilgan holatda, instrumentlardan yaxshi foydalangan holatda leadlarning sifatini nechta oshirish mumkin? Yoki bo'lmasa sotuvda konversiyani nechta oshirish? Buni men shaxsiy napastayim. Chasiga kursini o'rganasizlar. Ya'ni hazillashdim boshdan. Birinchi podkastimda men kursimni sotib olaman degan taklif bo'lib turibdi, eslichi. O'zi kursingiz bormi? Keyin aytaman, sir bo'lib turibdi. Yaxshi. Ya savol berbering, hazil qo'shib berdim nastayanliklash uchun. Misol uchun umumiy asoslarni, instrumentlarni bilgan holatda, marketingni ishlatgan holatda sifatli leadlarni oshirish mumkinmi? Ya'ni leadni sifatini oshirish mumkinmi? Sotuv bo'limi har doim olinadigan talab. Sifatsiz lead berdi, okey lead emas, telefonni ko'tarmadi yoki bo'lmasa o'chirilgan nomer bergan ekan. Bu narsalarni yaxshilash mumkinmi? Bu narsalarni filtrlab o'tirish mumkinmi? Shunday bir alternativ javob bersam bo'ladimi? O'zi sifatli lead bor, keyin lead standarti degan narsa bor. Shuning uchun marketing bo'limi bilan sotuv bo'limi kelishib bilmaydi. Har qanday holatda sifatli leadligini bilish uchun sotuv bo'limi lead standart qo'yib beradi. Masalan, mebel olajak bo'lsa, uylanganlar va er xotinlar kim qaror qiladigan bo'lsa, o'zining standartlarini beradi, offline bo'lsa Xorazmdan.
marketing bölümü shu standartlarga mos lead beradi. Keyin buni lekin sifatli lead deb qarab bo'lmaydi. Lekin standart bo'yicha sifatli lead. Shuning uchun bizlarga CRM 100% kerak. Uni sifatli lead deb qarab hozir tushuntirib berayman, qarang. Lead standarti degan bizlarda sotib olish qobiliyati bor. Bizlar yoshi, hamma narsasi jinsiy, yashash joyi to'g'ri keladi va bizani mijozi. Endi lead standarti bu, to'g'rimi? Lead sifatli bo'lishi uchun u hozir sotib olishi kerak bo'lgan bo'lishi kerak. Endi bizada baza bo'ladigan bo'lsa, bizning lead standartiga mos klientning baza saqlanib boraveradi va sotuv bo'limi shularga qachondir baribir bular sotib olishi kerak-ku. Bizning chunki standart emas bu odamlar. Tez bulara masalan har oy yoki bo'lmasa har hafta yoki bo'lmasa yilda bir marta bog'lanib turish orqali qaysidir vaqtda sotish mumkin. O'zi konversiyani yaqinda 25-yilda ko'p moda ketgan narsa oylik foyda chiqarib bo'lmaydi deydi-ku. Ya'ni kompaniya oylik foydasini chiqarib bo'lmaydi, har oy har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun yillikka o'tdi ko'p kompaniyalar. Chunki shoy keyingi oy uchun to'layotgan hisobidan ko'p pul tushib ketib, foyda ko'p chiqib ketganini ko'rsanishi mumkin degan narsani yo'qotish uchun. Sotuvdan shunday xuddi narsa. Sotuvdan xuddi shunday narsa bor. Siz tushirgan lead hozir sotib olmaydi, oylik konversiyani chiqarish qiyin. Chiqsa ham xato chiqadi, chunki bu keyinchalik sizdan olishi mumkin. CRM bunda yordam beradi. Arxiv, mijozlar bilan bog'lanish va boshqa instrumentlar orqali konversiya doimiy ravishda oshib boradi. Lekin nisbiy yoki bo'lmasa sizga kerak bo'lgan konversiyani chiqarib oshirsa bo'ladi bir oylik. Endi savol paydo bo'ladi. Misol uchun lead standarti bizning standartlarga to'g'ri keladigan, faqatgina to'lov qobiliyati yo'q bo'lgan insonlarni nazarda tutadi. Yo'q. Misol uchun grubiy qilib aytganda, qo'pol qilib aytganda. Bor ham yo'qlar ham, общий. Shu narsa. Ya'ni bizga qo'ygan mezonlar belgiladi, faqatgina to'lov qobiliyati yo'qligi bilan cheklandi. Lekin bular qachondir to'lov qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Va bularga ikkinchi marta yoki uchinchi marta qaytadan byudjet sarflashatimiz. Ya'ni u baza o'zi shakllangan. Bularga faqatgina qayta aloqaga chiqish kerak. Sotuv bo'limi o'tiradi, telefon uradi. Bir oy yoki 2 oylik sharoit yo'q edi, ayni damda sharoiti bor va sotuvni amalga oshiradi. Ya'ni sotuv lead keldi, lekin 2-3 oydan keyin sotuvni amalga oshiradi. Bu narsa bo'lishi mumkin. Lekin inshonda yana bir savol paydo bo'ladi. Buning uchun CRM, klientskiy baza va sotuv bo'limi bo'lishi kerak. Yo'q. Endi savol. Hozirgi tadbirkorlarda yoki kichik tadbirkorlik subyektlarida sotuv bo'limi umuman yo'q. CRM ulanmagan. Bularda faqatgina kirishda administrator degan inson turadi. Bularga yechimlarni taklif etsa bo'ladi yoki nechikdir yechimlarni ko'rsatsa bo'ladi. Yondashuvni sal o'zgartirsak bo'ladimi? O'zi ishi menda dim detalniy muammolar bor marketing sotuv bo'yicha. O'zi CRM no degan narsaga boshqa javob berib bo'lsak biz. CRM, NLP, CRM qandaydir bir dastur emas. CRM bu tizim, mijozlar bilan aloqani o'rnatish tizimi CRM. Sizda budjet yo'qmi? CRMni Excelda atsa bo'ladi. Ya'ni siz hattoki daftarda o'rnatsangiz ham shu tizimni aplab bilsangiz, shu CRM bo'lib ketaveradi sizda. Excelda CRM yasash mumkin. Mijozlar bilan aloqani o'rnatish tizimini Excelda shakllantirish mumkin. Endi sotuv bo'limi xodimi yo'qmi? Kompaniyasi kichkinami? Direktorni o'zi atsin. Ya'ni kompaniya pozitsiyasida turadimi? Qanchalik kichkina bo'lsa, bo'limda yo'q bo'ladi shu vaqtindagi. Lekin uni ishlar atiladi. Ya'ni kompaniyada bir odam bor vaqtda HR bo'limi vazifasi atiladi. Direktorning o'zi odam topadi ikkinchi odam. Bir odam bor vaqtda sotuv atiladi. Direktorning o'zi sotadi. Ya'ni bu inson yo'q yoki bu bo'lim yo'q deb undan vazifalar bajarilmay qolmaydi. Budjet yo'q deb CRM amaki o'zi kompaniyaning oylik aylanmasi 2 million bo'lsa 600 millionga rasam CRM olib bilmaydi. Lekin Google Sheet'ga kirib turib Excelda yasab biladi, shuni bilimini YouTube'dan ko'rib turib. Shunda deb aytsa bo'ladi bu ishdan. Baza qachondir saqlanib borsa, Google Sheet'da kompaniya kengayadi zo'r ishlagandan keyin va shu bazani ham CRMga bir knopka bilan o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Siz aytganingiz CRMda avtomatlashgan zo'r keys aytishim mumkin. Ham shu yerda men bir narsani aytib o'tdim. CRM bilan ERP degan dasturlarni aralashtirmaslik kerakdan. Ko'p biznesmenlar bu CRM mijozlar bilan aloqa qilish platformasidan o'zlarini ishlab chiqarishini nazorat qilishdan CRM deb aytib yuradilar. Shu narsani aralashtirmaslik kerakdan. Menda CRM bor deydi, borsangiz lekin o'zining skladida nov material bor, kunda nov ishlatilib turibdi. Qaysi material xuddi chiqib turgan narsani CRM deb turadilar. O'zi bu biznesni ERP bo'lishi mumkin, biznesni boshqaradigan platforma bo'lishi mumkin. Mijozlar bilan
qayta aloqa qilish, alohida aytgandek dastur ya platforma bo'lishi shart emas. Masalan, do'kon bo'lsangiz, klientlaringizni ism, familiyasini, nerdan ekanligini, telefon nomerini yozib qo'yasiz, o'zingiz alizdan keladi. Shu daftarni o'zini obработка qilib bilasiz, shu sharing bo'ladi siz uchun. Xolasangiz bu Excelda, xolasangiz Google Sheetda, xolasangiz miyada bo'lsa endi qiyin. Agarda budjet bo'lsa, hozirgi chiqib turgan elektron platformalar yoki dasturlar shu ishni osonlashtirib va samarasini yaxshilab beradi baribir. Keyingi savol. Qayta aloqaga chiqish mavjud baza bilan faqatgina qayta sotuv uchun qo'llaniladimi yoki bo'lmasa g'amxo'rlik ma'nosida aloqaga chiqib sotuvni amalga oshirsa bo'ladimi? O'zi mazmun bir xil beda. Maqsadimiz qayta sotuv, lekin ishlatadigan instrumentimiz g'amxo'rlik chiqqandan bo'ladi. O'sha yerda bir muammo bor, shuni ham men so'rayman, misol uchun, necha qilinadi? Misol uchun, bitovoy texnika bo'yicha sotuv menejeri telefon turibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'tgan yili yoki bo'lmasa ma'lum bir oy oldin bizlardan xolodilnik yoki bo'lmasa kirish mashinasini olgan ekansiz. Garantiyasi bo'yicha savollarim bor edi. To'q o'ynash oqibatida yoki boshqa shikoyat etmadimi? Ta'mirga g'amxo'rlikmi? Ya'ni g'amxo'rlik ma'nosida birinchi o'rinda shu. Keyin esa gapni boshqa tarafga buradi. Xolodilnik oldingiz. Yanına birdan cooler aparat kerakmi yoki bo'lmasa sezon o'zgaryapti, konditsioner kerakmi uyingizga? Kerak bo'ladigan bo'lsa, endi aksiyalarimiz ketib turibdi. Ya'ni bu reklamada chiqib turib shunchaki hammaga общий informatsiya berishdan ko'ra alohida e'tiborni jalb qiladi. Meni yomon o'ylantirgan narsa, ko'pchilik bizneslar bu narsani hali qo'llamadi. Ya'ni oddiygina halol so'rashdan o'zlarini qo'ydi. Lekin sotuv bo'limini boshida har kun tayoq sanadi. Marketing bo'limini boshida har kun tayoq sanadi. Bundan tashqari targeta $2000 sarflaydilar lekin. O'rniga kelganda 5-6 minglab. Ya'ni 5-6 ming qaysi biznes uchun katta yoki kichik bo'lishi mumkin, lekin keragidan 2-3 barobar qimmatroq to'lab qo'yishga tayyor odamlar bor. Bunday holatlarda most balki eski klientik baza bilan shunchaki salom alaykum qilishni o'zi ham kifoya qilishi mumkin. Umidbek o'zi biznesni tizimlashtirish uchun 2 yildan ko'p vaqt kerak. Hozir buni biz 1 soat ichida gaplashib qo'yajak bo'lib turibmiz. Buni iloji yo'q. Shuning uchun qolgan gaplarni keyingi podkastlarda yoki bo'lmasa boshqa vaqtlari so'zlasak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu podkastimiz, ya'ni marketingdan gaplashamiz podkastimizni bu sonni Umidjon Jumanasov YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin va kelasi sonlarda aynan shu mavzular balki ushbu mutaxassislar bilan yoki yangi mehmonlar bilan davom qiladi. Va kelasi sonlarda aynan shu